ana shu qo'lida davlati bor akalarni oxiratga o'tkazib qolinglar deb rag'batlantirish uchun aytyapmiz. Biz hasad qilmayapmiz, yomon ko'rmayapmiz. Qiyomatda hisobi og'ir bo'ladi. O'zingizlarga o'tkazinglar. Shoyat shu kunlarda shu qilib qolsa, qiynlangan bir qarindosh uylana olmayapti, erga tega olmayapti, to muruvvat qilib qo'yingda borib turib. Yana bitta savdogarning oldiga borishdi bular. Ana shu Ramazon oyida. Borib turib, yetim yesirlar bor, Ramazon oyida turibmiz, miskin bechoralar bor, bir xayr ihson qiling dedi. Uni ham shunaqa supermarketi bor. U nima dedi? Boringlar, nechta kassa bo'lsa hammasini aylaninglar dedi. Naqd pulini hammasidan olinglar, menga qanchaligini ham aytmanglar dedi. Chunki oxiratga o'tkazib qo'yapti. Alloh biladi nechta pulligini. Endi qarang, mana shu odam uzoq umr ko'rdi. Qaraganida qoniga bir kasal tegdi-da, og'ir kasalga chalindi, analiz qilgani qonini olib ketishdi. Endi ana shu shifoxonadan telefon qilyapti buni uyiga. Uydagi